Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hech qachon ismi bilan murojaat qilmaganini bilarmidingiz? Lekin o'zining boshqa hamma payg'ambarlarni ularning ismlari bilan chaqirgan. Alloh taolo aytadi: "Ey odam, sen jufting bilan jannatga maskan top. Ey Nuh, bizdan senga bo'lgan tinchlik va barokatlar bilan yerga tushgin. Ey Ibrohim, batahqiq sen tushni tasdiq qilding. Ey Muso, qo'rqma. Ey Yahyo, kitobni quvvat ila ol. Ey Zakariyo, biz senga ismi Yahyo bo'lgan bir o'g'ilning xushxabarini beramiz." Lekin Alloh o'zining suyukli habibi Mustafa sallallohu alayhi va sallamga murojaat qilganda, Alloh tabaraka va taolo aytadi: "Ey nabiy, Robbing seni chorlayapti." O'zining payg'ambari Muhammad Rasulullohga bo'lgan muhabbati tufayli Qur'onning birgina oyatida bo'lsa ham Muhammad ismi bilan chaqirmagan. Allohga qasam, to'liq Qur'onda, Fotihadan Nas surasigacha. Ey nabiy, Allohga taqvo qil va kofir va munofiqlarga itoat etma. Ey o'ranib yotuvchi, kechani ozginasidan boshqasini ibodatda tik turib o'tkaz. Ey burkanib yotgan, tur va ogohlantir. U payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Muhammad ismi bilan faqatgina uni risolat va nubuvvat bilan bog'lagan ishlatgan. Alloh tabarak va taolo aytadi: Muhammad ham bir payg'ambar xolos. Muhammad ham bir payg'ambar xolos. Muhammad sizlardan biror erkakning otasi bo'lgan emas, lekin Allohning rasuli va nabiylarning so'nggisidir. Risolat va nubuvvat Muhammad ismi bilan ajralmas keladi.